G'ayrat akani 4 ta qizi bor edi. Alloh farzand berdi, lekin o'g'il bermadi, qiz berdi. Allohga nola qilmadi, shukr keltirdi. Ayoli ikkalasi farzandlarini guldek katta qilishdi. 4 ta qiz ham ibodat, iffatda hamma havas qiladigan masura, mo'mina qizlar bo'lib tarbiya topdilar. Qizlar voyaga yetgach birin-ketin sovchilar keldi. Eri xotin o'zlariga munosib xonadonga qizlarini birma-bir uzatishdi. 4-chi qizini ham uzatib bo'lgach, G'ayrat aka bir kuni ayoli bilan onasi, Alloh bizni farzanddan qismadi, qiz berdi. Men Allohdan roziman. Farzandlarimni, qizlarimni munosib xonadonlarga inshaalloh berdim. Endi ko'nglim xotirjam bo'ldi deb eri xotin bir-biri bilan gaplashib, ko'ngillarini xotirjam qilishdi. 4-chi qizi uzatilgach, ko'p o'tmasdan bir xabar keldi. Kelin bilan kuyov janjallashibdi. Kuyov bola ayolini uribdi. Bu gapni eshitib, G'ayrat aka xafa bo'ldi. Axir nega uradi ayol kishini? Erkak kishi ham ayoliga qo'l ko'taradimi? Mayli qo'y onasi, biz sabr qilaylik, bir gapdan qolaylik, o'rniga tushib ketadi. Oradan yana bir vaqt o'tib yana xabar keldi. Kuyov yana qizni uribdi, kaltaklabdi. Ayol ko'z yosh qildi, yig'ladi, lekin erkak G'ayrat aka sabr qilishimiz kerak.